zo'r miqdorda Қунақ ұнының тәркібіде зор миқдарлы лизин maddasi бар болып, u rak kasalliklarini paydo qilguvchi moddalarning odam badaniga bo'lgan zaharlash rolini cheklab va yeniklatib qolmasdan, yana o'smini tizginlash rolini o'ynaydi. Қунақ unidagi lizin rakka qarshi bir xil modda bo'lib, u odam badanida rak paydo qilguvchi har xil ximiyaviy moddalar bilan birikib, ularni hazm yo'llari orqali badan sirtiga chiqarib etadi. Қунақ uni oshqozon uchay yo'llarini g'idiqlaydi. Buning bilan oshqozon uchayning lo'mildishi tezlashib, cho'ng tarat ravonlashadi. Қунақ uni suyuqni ravonlashtirib, o't suyuqligining ajralib chiqishini teziltib, quyuqligini tuvallatadi. Buning bilan qumsimon o't teshining badan sirtiga chiqarilishini teziltadi. Қунақ uni uzun umr ko'rish va sog'lomlikning birinchi darajalik oziqligidir. Қунақ ұнының тәркібіде зор miqdorda lizin maddasi бар болып, u rak kasalliklarini paydo qilguvchi moddalarning odam badaniga bo'lgan zaharlash rolini cheklab va yeniklatib qolmasdan, yana o'smini tizginlash rolini o'ynaydi. Қунақ unidagi lizin rakka qarshi bir xil modda bo'lib, u odam badanida rak paydo qilguvchi har xil ximiyaviy moddalar bilan birikib, ularni hazm yo'llari orqali badan sirtiga chiqarib etadi. Қунақ uni oshqozon uchay yo'llarini g'idiqlaydi. Buning bilan oshqozon uchayning lo'mildishi tezlashib, cho'ng tarat ravonlashadi. Қунақ uni suyuqni ravonlashtirib, o't suyuqligining ajralib chiqishini teziltib, quyuqligini tuvallatadi. Buning bilan qumsimon o't teshining badan sirtiga chiqarilishini teziltadi. Қунақ uni uzun umr ko'rish va sog'lomlikning birinchi darajalik oziqligidir. Қунақ ұнының тәркібіде зор miqdorda lizin maddasi бар болып, u rak kasalliklarini paydo qilguvchi moddalarning odam badaniga